Xudo rahmatli, mana shu Shahab tog'am usta bo'lishardi. Shu usta tog'am rahmatli Hojiboy kelishib, mana shu yerda atroflarda o'rab, mehlarga xonalarda qilib, shu kelajakda mahallamga bir foydasi tegadigan joylar bo'ladi deb qissa qo'shgan. Dadamni olib kelishardi, kunda ertalab yuring. Akani olib kelishib, mana shu yerlarda ustalarni ishlatishib, dadam qoluvchilik qilishardi. Boshqa qilishardi. Mana shu yerlarda o'sha Shahab tog'am rahmatli, Hojiboy rahmatli sabab mana shu qo'rg'onchaga bir mulkdek bo'lib qolganda, nima? Hoji Usta bobo qabristoni deyiladi. Shu 5 tani ichida shu bittasi mana shu qo'rg'onchaga qarashli, qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli joy. Xudo xolasa mana ancha nimalarni qildik, stroykalarni qilib, ancha chiroyli qilib qo'ydik. O'sha Hojiboyni Alloh rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Uncha ehsonchilarimiz chiqib turibdi. Mana Xudo xolasa kalonga suytirlar qo'ydik, kelgan ta'ziyalarga, boshqaga. Xudo xolasa chiroyli bo'lib qoldi. Alloh rahmat qilsin, shu insonlarni o'tganlarni haqqiga duo qilishlikka hammamizga nasib qilsin. Alloh rahmat qilsin qolganlarga, o'tganlarga. Nima deyardik? Shu endi qabristonimiz Xudo xolasa mana yildan yilga o'ta go'zallashib, chiroyli bo'lib boryapti. Shu ukalarimizga ham rahmat. Mana kalonkalarni o'rnatib berdi, usullarni qo'yib berishdi. Bularni ham Alloh nimaiki niyatlari bo'lsa, Alloh niyatlariga yetkazsin. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin.